qabulimga kelgan 50-60% bemorlarni savoli shu bo'ladi. Davolanganman, lekin baribir qo'lim yoki oyoqlarim yoki tizzam qotib qolgan. Bolalar revmatologiyasida asosan zararlanish hal etganda yirik bo'g'imlarda uchrasa, kattalarda mayda bo'g'imlarda. Ma'lumki, yemirilgan tog'ay qayta o'sib chiqmaydi, ya'ni nogironlik kelib chiqadi. Nafaqat bu kasallik, balki barcha revmatologik kasalliklarni xuddi onkologik kasalliklar kabi aniq sababi hozir yo'q. Revmatoidniy artrit kasalligida zararlanganda oxirgi etapida уже suyaklanish vujudga keladi. Ya'ni tasavvur qiling, tog'ayi o'rnida suyak bo'ladi. Afsuski, faqat bo'g'imlar zararlanmaydi. Revmatologiyada, aynan revmatoidniy artrit kasalligida har doim, hamma vaqt, oldin ham, hozir ham revmatologik kasalliklarning orasida eng ko'p uchraydigan revmatoidniy artrit kasalligi statistika bo'yicha oxirgi yillarda 55 dan oshgan ayollar va erkaklarda ko'proq uchrayapti. Assalomu alaykum. Men revmatolog Shahnoza Abduganiyevaman. Bugun revmatoidniy artrit kasalligi haqida dolzarb muammolarni gaplashib o'tamiz. Revmatoidniy artrit kasalligi bu surunkali, ya'ni uzoq muddat davom etuvchi, autoimmun, ya'ni o'z antitelalarni o'ziga qarshi kurashadigan, sistemniy, ya'ni bir necha organ sistemani zararlaydigan va asosan bo'g'imlarda erosiv, destruktiv proseslarni, ya'ni orqaga qaytmaydigan zararlanishlarni kelib chiqadigan, olib keladigan kasallik hisoblanadi. Bo'g'im ikkita suyak va ustidagi tog'aylarni birlashishi orqali hosil bo'lgan bitta sistema desa ham bo'ladi. Autoimmun revmatoidniy artrit kasalligida o'z antitela, ya'ni insonni o'zini oqsili shu aynan bo'g'imning tog'ay qismiga nima desam bo'ladi, zararlanish keltirib chiqaradi. Zararlanish keltirib chiqarganda bu bo'g'imning tog'ay qismi yemiriladi va ma'lumki, yemirilgan tog'ay qayta o'sib chiqmaydi. Bu tog'ay yemirilgandan keyin bemorda harakati cheklanishi va invalidnost, ya'ni nogironlik kelib chiqadi. Shu sababli biz vaqtida diagnoz qo'yib, vaqtida lecheniya qilishimiz kerak. Aynan shunga nisbatan aytiladi. Tog'ay yemiriladi, yemirilib orqaga qaytmaydi. Asosan revmatoidniy artrit kasalligi ayollarda ko'proq uchraydi. Statistika bo'yicha oxirgi yillarda ham 70% butun dunyoni hisob kitob qilinganda revmatologlar assotsiatsiyasi tomonidan 70% ayollarni tashkil etilgani ma'lum bo'ldi. Erkaklarda bo'lsa kamroq. Aynan zararlanish, deformativ holatlar, harakati cheklanishi ham ko'proq ayollarda uchrar ekan. Albatta, revmatoidniy artrit kasalligi yosh bolalarda ham uchraydi. Bu faqatgina nomlanish boshqacha bo'ladi, ya'ni juvenil revmatoidniy artrit kasalligi, juvenil revmatoidniy artrit. Kechishi bo'g'imlarni zararlanishi joy lokatsiyasi bilan turli xil bo'ladi. Asosan yirik bo'g'imlarda uchraydi. Masalan, tizza bo'g'imi, yelka bo'g'imi, tirsak bo'g'imi, oyoq kafti boldir, ya'ni golenosopniy sustav deyiladi. Shu bo'g'imlarda uchraydi. To'g'ri savol bo'ldi. Yosh bolalar bilan yosh kattalarda kechishi, kasalliklarni davolashda dorilarni tanlash, dozirovkalar har xil bo'ladi. Bejizga bolalar va kattalar revmatologiyasi ajratilmagan. Bolalar revmatologiyasida asosan zararlanish hal etganda yirik bo'g'imlarda uchrasa, kattalarda mayda bo'g'imlarda, qo'l kaftlari va oyoq kaftlarida. Shu sababli oldimga bemor kelganda salomlashib, nima shikoyatingiz bor desam, stolga qo'llarini qo'yadi, tushungandirsiz deyishadi. Ya'ni qo'l kaftini deformatsiyasi yoki harakatni cheklanishi bilan men o'zi diagnoz qo'yaman. Lecheniyasiga kelsak, lecheniyasida vыбор preparati, ya'ni davolashdagi tanlangan dori preparatlari, dozirovkalari turlicha bo'ladi. Kattalarda asosan dozirovkalar, ya'ni dorilarning miqdori desa to'g'ri bo'ladi, odatda bir xil bo'ladi, yosh kattalarda standartni bo'ladi. Yoshlarda esa og'irligiga, kasallikning kechishiga va yoshiga qarab turlicha bo'ladi. Kattalarga qo'llangan preparatlar ba'zan yoshlarga to'g'ri kelmasligi mumkin. Dozirovkani to'g'ri qilsa ham. Chunki ularda kechishi boshqa va aynan o'sha preparat yordam bermaydi.
Nafaqat bu kasallik, balki barcha revmatologik kasalliklarni xuddi onkologik kasalliklar kabi aniq sababi hozir yo'q. Mana hozir уже 2025-yil 8-fevralda ham revmatologlarni kongressi bo'ldi, katta kongressi. Bu kongressda ham yana shu ta'kidlab o'tildi, ya'ni aniq sababi yo'q. Lekin esimda o'sha paytlarda mani ustozim Dilorom Mashapovni eng yaxshi ko'rgan ustozim revmatologiya bo'yicha dars o'tganlarida aytardilar, revmatologik kasalliklarni aniq sababi bo'lmagani bilan topilmagani bilan, lekin asosiy faktorlar bor. Bulardan eng asosiy faktor bu genetika. Ya'ni har bir inson o'zi bilan otasini va onasini 7 ta avlod irsiy genetikasini olib yuradi. Gen tomonidan bemorga aynan o'sha xromosomani genetik lokusida revmatologik kasalliklarni o'tkazib beradigan oqsil o'tadigan bo'lsa, tashqi muhitdan qanaqadir faktor, masalan stress bo'lishi mumkin, fizik, biologik faktorlar, virus, bakteriya shamollab qolishi mumkin bemor. Masalan, kimdirlar rengenologiya bo'limida ishlaydi, bu masalan fizik faktor, rengenologik faktor. Shu tashqi faktorning genetik omilni ochib yuborishi natijasida kasallik kelib chiqadi. Shu sababli bu yerda genni ham ahamiyati juda katta. Ba'zan bo'lishi mumkin, bemorda moyillik o'tgan, lekin tashqaridan faktor sababchi bo'la olmayapti, ya'ni kasallik keltirib chiqara olmayapti. Aynan o'sha holatlarda kasallik kelib chiqmasligi mumkin. Biz shu narsaga ham e'tibor berganmiz. Ba'zan surishtirilganda ham dadasini otasi surishtirilganda ham umuman kasallik kelib chiqmaydi. Chet davlatlarda ko'pincha genetik markerlar tekshiriladi. Masalan, revmatoidni artrit uchun genetik marker Rossiyada HLA-DR ning 4 xili bo'ladi. Shularga tekshiriladi. Ba'zan bu topilmaydi bemorda, lekin revmatoidni artrit kasallik kelib chiqadi. Shundan ham biz aytsa bo'ladi, sababi aniq emas. Faqat to'g'ri diagnoz qo'yib, vaqtida davolab, vaqtida proses to'xtatsa bo'ladi. Yosh kattalarda asosan qo'l va oyoq kaftlarida zararlanish bo'ladi. Ko'pincha konsultatsiyamga kelishganda distal falangalarda, ya'ni distal falanga degani tirnoqqa yaqin bo'lgan mayda bo'g'imlar tushuniladi. Deformatsiyalar bilan, qiyshishlar bilan kelishadi. Va men revmatoidni artrit kasali bilan og'rib qoldim. Menga lecheniya yozib bering deyishadi. Shu narsani nazarda tutish kerakki, revmatoidni artrit kasallikda juda kam holatlarda distal falangalarda zararlanish bo'ladi. Ya'ni deformatsiyalar vujudga keladi. Asosan qo'l kaftini kaft usti bo'g'imida va proksimal qismlarida bo'ladi. Shunaqa payt bemorga men laborator, klinik, rengenologik tomondan isbotlashga majbur bo'laman. Sizda hech qanaqa autoimmun sistemli revmatologik kasallik ketmayapti. Aynan bu обычный oddiy osteoartroz, ya'ni osteoartrit kasalligining natijasi. Demak, bo'g'imlarda yosh kattalarda proksimal va kaft usti bo'g'imlarda ko'proq zararlanish uchrar ekan va shu qismdagi tog'aylarning yemirilishi harakatni cheklanishga olib keladi. Ba'zan shunaqangi holat bo'ladiki, kaft usti sohasini qo'l kaftlarining tirsakka qarab deformatsiyasi uchraydi. Ko'rganimizda imенно tirsak bo'g'imiga qarab qiyshayib qolgan bo'ladi. Bu holatlar juda ko'p uchraydi. Ba'zan bo'g'imlarda harakatning cheklanishi bemorlarda barmoqlarning qotib qolishi bilan namoyon bo'ladi. Natijada bilasiz, ayollarda barmoqlar juda ham kerak oshxona sharoitida qotib qolish holatlari uchraydi. Qabulim kelgan bemor nima deb keladi? Mana men 7 yillik shu kasallik bilan og'riyman, yoshim mamnaqada tuzalib ketamanmi? Ya'ni qo'llarimni, barmoqlarimni orqaga qaytarib bera olasizmi? Bemorga men holatni tushuntiraman, ko'rsataman va rentgen qilib kelishni iltimos qilaman. Rentgen qilinganda bemorda zararlanish, tog'ayning aynan qaysi qismida uchraganini va suyaklanish jarayoni bo'lmagan, ya'ni revmatoidni artrit kasalligida zararlanganda oxirgi etapida уже suyaklanish vujudga keladi. Ya'ni tasavvur qiling, tog'ay o'rnida suyak bo'ladi. Endi tog'ay qimirlashi uchun orasida bo'shliq va tog'ay bo'lishi kerak, to'g'rimi? O'shanda plavni harakat bo'ladi. Tog'ay yemirilib, bo'shliq yo'q bo'lib, orasida suyak bo'lgandan keyin harakat qanaqa tiklash mumkin? Bemorga to'g'ri rentgenda ko'rsatgan holda mana bu qism bu suyagingiz bo'ladi. Bunaqa holatda afsuski lecheniya natijasida holatni orqaga qaytarib bera olmasligimiz mumkin, lekin qolgan saqlanib qolgan bo'g'imlaringizni zararlanishdan saqlab qolishimiz mumkin deb aytaman. Va bu bo'g'im uchun hozirda travmatolog xirurglarimiz tomonidan endoprotez operatsiyasi, ya'ni endoprotezlash, sun'iy tog'ay qo'yish operatsiyasi bilan bartaraf qilishimiz mumkin deyman.
xohlasangiz chet davlatlarda, xohlasangiz O'zbekistonda. Shu sababli oldindan men katta va'dalar bermayman. Menimcha va'da bermaslik eng yaxshi ma'lumot hisoblanadi bemorga. Endi bolalardagi revmatoidniy artrit kasalligi haqida aytib o'taman. Bolalarda nomlanishi boshqacha bo'ladi, ya'ni yuvenil revmatoidniy artrit. Asosan yirik bo'g'imlarda zararlanish ketadi. Agar biza vaqtida diagnoz qo'yib, vaqtida zararlanish to'xtatmasak, albatta ularda ham kontraktura, deformatsiya, qotib qolish holatlari bo'ladi. Ankiloz deyiladi. Eng oxirgi holat bu tizi yoki tirsak yoki yelka bo'g'imdagi qotib qolishi bu ankiloz deb nomlanadi. Bemorlar bevosita tizza bo'g'imi tekislanishi, bukolmasligi va afsuski umrbod nogironlik bilan davom etishi mumkin. Albatta bizda O'zbekistonda yirik bo'g'imlarni endoprotezlash usuli yaxshi rivojlangan. Bemor o'sish yoshida to'xtagandan keyin, masalan, bu bo'lishi mumkin 20 yosh, 21 yosh, bemor biz endoprotezlash operatsiyasiga jo'natamiz. Bu bo'g'imni funksional holatini tiklashimiz mumkin. Bizning vazifamiz bo'lsa, yosh o'tgandan keyin, уже bemor katta bo'lgandan keyin aytdim-ku, zararlanish mayda bo'g'imlarga yetib keladi. Shu mayda bo'g'imlarni va boshqa bo'g'imlarni saqlab qolish hisoblanadi. Revmatoidniy artrit kasalligini tushunchasiga e'tibor bersak, asosan bo'g'imlarda zararlanish keltirib chiqaradigan sistemli kasallik hisoblanadi. Ya'ni sistemli degani butun organ sistemani qamrab oluvchi. Yo'q, afsuski faqat bo'g'imlar zararlanmaydi. Bunda butun sistema zararlanadi. Masalan, qon tomir sistemasi, yurak, nafas yo'llari sistemasi, o'pkalar, bronxlar kirishi mumkin, ayrish sistemasi, buyraklar, jigar va hokazo. Shu sababli nomi ham har xil bo'ladi. Masalan, revmatoidniy pnevmonit, ya'ni o'pka zararlanishi, revmatoidniy nevrit, qon tomiri kasalligi, revmatoidniy nefrit, gepatit va hokazo. Endi men o'ylayman, har bitta kasb egasi meditsinani, masalan, gepatolog bo'ladimi, nefrolog bo'ladimi, revmatologiya haqida tushunchaga ega bo'lgani ma'qul deb o'ylayman. Sababi qabulimga bitta bemor keldilar, 12 yoshli o'g'il bola. Juda og'ir ahvolda edi, zo'rg'a turuvdi, oila a'zolari ko'tarib olib kirishdi. Men o'zim qo'rqib ketdim, потому что sababi bu bemor oddiy konsultatsiyaga keladigan bemor emas. Bu bemor albatta statsionar usulda qabulda bo'lib, yotib davolanadigan bemor edi. Ota-onasidan so'radim, nima sababdan qabulimga keldinglar, ahvol og'ir desam, bizni jonimizga tegdi. Уже agar yana больницаga o'tadigan bo'lsak, 5-больница bo'ladi. Nima sababdan desam, bemor meni qabulimga kelgunigacha reanimatsiya, pulmonologiya, nefrologiya, kardiologiyadan oldin kelibdi, 4 ta. Nima bo'ldi desam, bemorda og'ir nafas yetishmovchilik bo'lib, havo yetishmay, ko'karib, oqarib, isitmasi chiqib, reanimatsiyaga tushib qolibdi. Reanimatsiyadan o'pkasiga suv yig'ilgani aniq bo'lib, pulmonologiyaga o'tgan. O'tdan o'pkadagi suvni olib tashlashgan, уже siyish jarayoni kamayganda, shishib ketganda buyrak mutaxassislariga, ya'ni nefrologiya отделениesiga o'tgan. Nefrologiyadan keyin yuragida suv yig'ila boshlab, kardiologiyaga o'tgan. O'sha kardiologiyada bitta gрамотный professor kardiolog bu bemorda revmatologik kasallik ketayotganini ta'kidlab, revmatologga jo'natibdi. Va ular aynan qattandir meni eshitib qabulimga kelishdi. Bemorni tekshirdim, ko'rdim va oxirida shu kardiologga tashakkur etdim. Sababi yaxshi ham shu kardiolog bor ekanlarki, kasallikni negizini topib, aslida sabab kardiologik tomondan emasligini aniqlab, qabulimga jo'natib yubordilar. Va men yangi tashmidagi vrach bilan gaplashib, bemorni statsionar usulda davoladik. Hozir alhamdulillah bemor hayoti saqlanib qolingan va o'zimda kuzatuvda yuribdi. Shu sababli sistemli kasallik, ya'ni butun organlarni qamrab oluvchi kasallik. Faqatgina bu kasallikni boshlanishini, kechishini vrach to'g'ri baholay olsa, vaqtida revmatologga jo'natiladi va mana bunaqa hozirgi aytgan holatlarimga olib kelmaydi. Qabulimga kelgan 50-60% bemorlarning savoli shu bo'ladi. Davolanganman, lekin baribir qo'lim yoki oyoqlarim, tizzam qotib qolgan. Shuning uchun shuncha davolandim. Bu savolga javob asosan lecheniyada, ya'ni davolanishda 80%, 90% bemorlarda xatolik o'tganini ta'kidlab o'taman. Qolgani revmatolog yoki boshqa terapevtlarga bog'liq. Sababi bizada o'zbeklarimizda ayollar o'ta mehnatkash,
mehnatsevar, oilasini yaxshi ko'radigan va o'zidan ko'ra farzandlarini, uy-joyini joyiga qo'yadigan insonlar hisoblanadi. Xuddi shunday erkaklar ham ishim, uyim, joyim deydi. Natijada lecheniyasi, davosi qolib ketadi, bir chetga suriladi. Bemorlarga davolash haqidagi informatsiyaga, ya'ni ma'lumotga ega bo'lgandan keyin uzoq davolanishini bilib, bemorlar boshida davolanishni boshlaydi. Og'riqlar kamaygandan keyin bo'ldi, ancha yaxshiman deb davolanishni chetga suradi. Yoki O'zbekiston Respublikasi tomonidan nogironlarga ajratilgan maxsus pul bo'ladi. Chunki revmatologiya kasalliklarning dorisi arzon turmaydi. Davlat tomonidan berilgan hattoki pulni ham O'zbekiston xalqi oilasiga, bolasiga, uy-joyiga sarflab yuboradi. Natijada kasallik davolanish chetga suriladi. Yoki masalan kelinlarni olaylik. Hamma ham o'z kasali haqida ma'lumot bergan holda turmushga chiqmaydi. Natijada to'ydan keyin masalan obosтрение berish mumkin. Kasallik qo'zg'alish davrida og'riqlar paydo bo'ladigan bo'lsa, kasallik yashiradi, og'riq qoldiruvchi preparatlardan foydalanadi yoki o'tib ketadi deb kompresslar qilib yuraveradi. Natijada holat og'irlashib ketadi. Va oxirida keyin bilishsaki, bemor kasal bo'lib chiqadi va revmatologga borishadi. Afsuski, shu revmatologga borganda, aynan shu etaplardan o'tgandan keyin уже kech bo'ladi. Bo'g'imlar odatda deformatsiyaga uchragan bo'ladi. Keyingi ma'lumotga kelsak, 10-15% albatta vrachlarga bog'liq bemor shikoyat bilan poliklinikaga, terapevtga yoki pediatrga murojaat qilganda, shu terapevt yoki poliklinikaning vrachi ta'kidlaydi, revmatologga borish kerak. Yoki ba'zan shunaqangi bo'ladiki, travmatologga jo'natadi. Ma'lumki bu kasallik revmatologik kasallik. Bu kasallikni terapevtlarimiz, travmatologlarimiz davolashga haqqi bo'lgani bilan baribir ko'proq ilm revmatologlar biladi. Shu sababli meni yana bitta nima murojaatim, tashxis qo'yildimi, to'g'ri, srazu revmatologga jo'natilsin va vaqtida zararlanish oldi olinadi. Revmatologiyada, aynan revmatoid artrit kasalligida har doim, hamma vaqt, oldin ham, hozir ham, oxirgi rekomendatsiyalarda ham, men Yevropa EUlar assotsiatsiyasi, ya'ni Yevropa revmatologlar assotsiatsiyasi bo'yicha ko'proq ma'lumot olib yuraman. Haligacha o'sha azaldan foydalanib kelayotgan metotrexat qo'llaniladi. Metotrexat doimo zolotoy standart, oltin standart bo'lib kelgan va hozir ham shunaqa. Metotrexat preparatidan tashqari hozirda yangi preparatlar ishlab chiqarilyapti, lekin qachon o'sha yangi preparatlar sintetik yoki genni injenerniy biologik preparatlar qo'llaniladi, qachonki metotrexatni individual qabul qila olmasa va metotrexat qabul qilinganda turli xil zararli effektlar kelib chiqsa yoki metotrexat adekvatni qo'llanilganda ham foydasi bo'lmasa, побочный effekti, ya'ni zararli ta'sirga nima kirishi mumkin? Soch to'kib yuboradi. Ba'zi bir bemorlarda surunkali buyrak jigar yetishmovchiligi bo'ladi. Surunkali jigarini, pochkasini, ya'ni buyragining yetishmovchiligini kuchaytirib yuborsa, yoki bemorda ba'zan shunaqa bo'ladi, juda qattiq ko'ngli ayniydi 2 kun, 3 kun davomida. Ana shu holatlarda metotrexatdan boshqa preparatlarni qo'llasak bo'ladi. Ya'ni yangi preparat degani srazu yoki bittada o'sha preparatdan boshlash kerak degani emas. Birinchi etapdan foydalansa ham bo'ladi. Yangi o'sha Yevropadagi revmatologlar ham shuni aytibdi. Endi biz qo'lladik, kamida 3 oy, 3,5 oy davomida adekvatna dozada metotrexat oldi va qabul va ta'sir qilmadi. Bu preparat ta'sir qilmagandan keyin ana o'shanda biz 2-3 ta revmatologlar tomonidan konsilium qilib, ya'ni suhbatlashib, уже yangi preparat, ya'ni gen injenerniy preparatdan foydalanish mumkin deb tasdiqlansa, ana o'shanda shu preparatdan foydalansa bo'ladi. Revmatolog tomonidan 3 oy, 3,5 oy davomida shu metotrexat preparati qo'llanildi, masalan, va ko'rildiki, побочный effekt, ya'ni zararli ta'sir bo'ldi yoki ta'sir qilmadi. Aynan o'sha ta'sir qilmagandan keyin bemorning immunologik holati va revmatologik holati o'rganib chiqilib, xohlasa sintetik preparatdan foydalanadi yoki biologik preparatdan foydalaniladi. Aynan bemorga mos bo'lgan preparat tanlanadi. Shunda biz
qaysi genni injenerniy preparatni tanlagan bo'lsak, bitta qilganda albatta ta'sir qilmaydi, unga ham vaqt kerak. 2,5 oy davomida kuzatiladi bemorda. Agar 2,5 oy 3 oydan keyin aynan shu gen injenerniy preparat ta'sir qilmasa, boshqa turga o'tsa bo'ladi. Rossiyada revmatologlar tomonidan bitta gen injenerniy preparat qo'llanilganda, agar 2-3 oy o'tganidan keyin ham bemorda yaxshi nima desam bo'ladi, biz xohlagan remissiyaga, ya'ni kasallikni susaytirishga erishmasak, bemorni funksional holati orqali, klinik holati orqali, laborator holati orqali baholaganimizda erishmasak, уже yana boshqa gen injenerniy preparatlardan foydalanadi. Ya'ni lecheniyada mana bu preparat yaxshi ekan, haligi bemorga ta'sir qildi deb aynan o'sha preparatdan foydalanish noto'g'ri hisoblanadi. Protokol bo'yicha etapma-etap qo'llaniladigan bo'lsa, bemorga yaxshi natija beradi. Albatta bu yerda bizni atrofdagilarning gapini emas, bevosita bemor bilan individual ishlagan holda revmatolog maslahati o'ta muhim hisoblanadi. BAT preparatlar deyapsiz. Biologik aktiv moddalarga давайте to'g'ri tushuncha berib yuboraylik. O'tlardan tayyorlangan turli xil dori vositalari bor, tabiiy preparatlar deyishadi va mineral oqsillardan iborat bo'lgan preparatlar bor. Hech qachon men mineral va oqsil preparatlar, masalan, glyukozaminglikan, gialuronka, которые shu bo'g'imlarga kerak bo'lgan oqsillar yoki kalsiy, обычно vitamin D, shu preparatlarga hech qachon qarshilik qilmayman. Bu preparatlar har doim bizga kerak bo'lgan, ba'zan yetishmovchilikda og'riqlar kelib chiqadi, to'g'ri. Lekin ayrim o'tlardan tayyorlangan preparatlar hozir Instagramda ham, Facebookda ham, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p reklamalar ketmoqda va qabulimga kelgan bemorlar aynan qaysi dori firmasiligini aytmayman, shu preparatni ichib olman, deydi, har 3 oyda mendan xabar olib turishadi, dori tugaganda yetkazib beramiz deyishadi, lekin mana 6 oy bo'ldiki ta'sir qilmadi deyishadi. Endi reklamada nima deyishadi? Mana bu bizani tabiiy o'tlardan tayyorlangan preparatlarimiz, oshqozonga zarar emas. Siz shu preparatni qabul qilganingizda oshqozonchiklaringiz zararlanmaydi, kimyo preparatlarini qabul qilmaysiz va butunlay bo'g'im og'riqlaridan xalos bo'lasiz. Nahotki bo'g'im og'riqlarida har doim ham sabab bir xil bo'lishi mumkin. Va bu tarkibida qo'shilgan o't preparatlar hamma kasallikka davo bo'lishi mumkin. Bu juda ham noto'g'ri. Avvalambor, sistemli autoimmunniy kasalliklar to'liqligicha davolanmaydi. Biz faqat uni remissiyaga tushiramiz, ya'ni kasallikni susaytiramiz. Mana O'zbekistonda ham revmatologlar shu nima desam bo'ladi, maslahat berishadi bemorlarga. Biz sizni kasalligingizni to'liq yo'qotib chiqara olmaymiz, faqatgina kasallikni susaytirib, nogironlikka olib bormaymiz deyshadi. Endi bu preparat ichishyapti, og'riqlar kamaymayapti, baribir og'riq qoldiruvchi qabul qilyapti. Ba'zan shunaqa holatlar bo'ladiki, o'tlardan tayyorlangan preparatlarni ichganda bemorlar otsoqlar, ya'ni shishlar kuchayib ketadi, holat og'irlashib qoladi. Bu mif, bu juda ham noto'g'ri. Ular o'zini dorisini reklama qilishdan tashqari, gрамотный revmatologga konsultatsiyasi orqali maslahat bergan yaxshi deb o'ylayman. Shu sababli bu firmalar revmatologlarga ham ko'pincha chiqishadi va ishonamanki, O'zbekiston Respublikasidagi revmatologlar juda ham halol, yaxshi vrachlar hisoblanadi. Bu firmalar bilan ishlashmaydi. Sababi bemor diagnoziga qarab dorilar tavsiya etiladi. Arzimagan pulni olaman deb noto'g'ri ma'lumot bergandan ko'ra, bir kun kelib ana shu vrachga borganman va shu dorini tavsiya qilgan, lekin shifo topmaganman deb noto'g'ri fikrda qolgandan ko'ra, bemorga to'g'ri diagnoz qo'ygan holda bu yolg'on ekanligini va bu preparatlarni ichgani bilan yaxshi bo'lib qolmasligini to'g'ri tushuntirib bilish kerak. Chunki sistemni, biz hozir revmatoidniy artrit kasalligi haqida gaplashamiz. Aynan revmatoidniy artrit kasalligida men ayta olaman, istagan o't preparatingiz yordam bermaydi. Siz gрамотный o'zingiz revmatologingiz bilan individual suhbat qurgan holda qaysi preparat sizga tushishini bilib olishingiz kerak. Aynan bemorlar bor, ba'zan men internetda o'qidim, men preparat yaxshi ekan yoki bitta qarindoshim yoki qo'shnim shu kasallik bilan og'ribdi, men bu dorini olib kelibdi. Yo'q, bunaqasi ham bo'lmaydi. Har doim tibbiyotda individual podxod, ya'ni individualniy suhbat orqali kasallikka preparat tanlanadi. O'shaning uchun bu biznes sistemasi desam ham noto'g'ri bo'lmaydi. Reklamalar orqali turli xil ta'sir qilmaydigan va oqibatda bemorga yordam bermaydigan kerak emas o't preparatlarni tavsiya qilish bu xato. Aldanib qolmaslik kerak.
Agarda sizda bu suhbat bo'yicha savollar tug'iladigan bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.